do'stlar, sizlar bilan yana Isonboyev PUBG. Xo'p do'stlar, qaranglar, bugun 99 talik promo kod oldim. Qandaydir bag yo'qolib qoldi menda. Qanchadan beri faqat 99 talik promo kod olyapman. Oldin yaqinda ham dashi 2 kunmi 3 kunmi bo'ldi. Shu 2 kun 3 kun ichida ham dashi 99 talik ololmayotgandim. Faqat anaqa 59 talik 55 talik shunaqa keyslar olyapman. Qandaydir bugun omad kelib bag yo'qolib qoldi, oldim. Qani sizlar bilan birga shuni ochib ko'ramiz. Qani Koi Legend. Nomi shunaqa keysi. 28 Nifiga себе, nima bu narxini ko'rsatib turibdi, eng qizig'i. Axoyet. Sanaqa tekin keyslarni ham ochib ko'raylik-chi. Tekin keys ochganman ekan. Axoyet, nimaga narxini ko'rsatib turibdi, tushunmadim. Bilganlar. Endi majbur kichkina keyslarni ochamiz. O'zi bilasizlar, kichkina keys ochishni yomon ko'raman. Endi balansga nima ham qilardim boshqa. Davaychi mashina ochib ko'raylik-chi. Fight Hell deganni 15 talik keys bu. Mana shu IBAN kanaldan oldim. O'zi bildim, bu qanaqa nima deydi? Promo kod Narman emasligini. Nega bilasizlar, Narmaniro pachita shunaqa keyslar chotki beradi. Nima bu narxini ko'rsatib turibdi, eng qizig'i. Shu narsa yoqmayapti menga deganda. Laboratoriyadan ochamiz, davay. Video ham o'ta qisqa bo'lar ekan. Aytgancha qaranglar. Mesela Telegram kanalim maqtanib o'tib ketdi. Mana 19 talik promo kod bugun tashlandi. Keyin Mobile Legends o'ynamoqchi bo'lsanglar, o'ynaydiganlar bo'lsa, mana shu kanalga kiringlar. Endi yaqinda ochdim, kech ochdim. Kirib olinglar. Qidirishga, poiskga mana bunaqa qilib yozasizlar mana. Nusxa olamiz. Yaxshilab ko'rib olinglar. Xuddi shunaqa. TTM xatib shunaqa narsalarni qo'shib bersizlar. Endi 19 talik keysni ochib o'tamiz. Laboratoriya. Qani? Mana laboratoriya teknisini bilsam ochib ko'rsa bo'lardi. Bu safar video biznes omadsiz bo'ldi. Chang'imingiz juganlar. Abi Isonboyev degan. O'z davrining eng zo'ri deydi. O'shalardan bittasi man deydi. Axoyet 13 yer. 13 shu 41. 14 bo'lmayapti-da, 14 bo'lganda hozir bitta keys bor edi. 1399. Upgrade qilaylik-chi. Hammasini upgrade qilamiz. 1399. Hop, tak. 1399. Qo'yamiz. 14 talik narsa bor ekan. Xo'sh, tak. 25 taga upgrade qilamiz. Necha foiz bo'lar ekan? 53%. O'xshasa o'xshadi. O'xshamasa endi o'zi bilan. Pidaras o'xshamadi. 100% deganlar o'xshamadi. Chunki nima desanglar qolib ketdi-da, harom.
55% bilan o'xshamayapti. Men bilan 001, 004% bilan sizga. Jigarlar, nima? Obuna bo'linglar desam, nabarot qilyapsizlar sizlar. Atpis qilyapsizlar. Bari hamma ves. Bulpasni ham ko'tara olmadim. Bizara. 26 bo'lganda tak normal. Mash chiqardi menga, yo mashlarni ham bittasi chiqardi-da, 100% garantiya beraman. 600. Chunki bulpasni bunaqa 3 ta yanaqalarida, 3 ta tanlashli bo'ladi, shularga men akkauntim olmas. Balans to'ldirishni o'rgataman. Plyusni bosasizlar tepadagi. Bitta har xil Uskart, Xumo, Visa, Payme, Click, Steam, keyin men bitta anaqalar bor. Bitcoin har xil. Короче, daxo'ya. Kirasizlar. Men bu yerga oyat promo kodini ishlatasizlar. Sizlar 20% omad qo'shib beradi jigarlar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yilda oxirigacha 700 ta bo'lishimiz kerak. Keyin Telegramga ham o'tib olamiz. Hammalarga xayr, eson bo'lib sizlar bilan ko'rishguncha jigarlar.